Bir kuni Musa alayhissalom semiz bir qo'chqorni qulog'iga pichirladilar. Pichirlaganlaridan keyingi holat qo'chqor boshini pastga egib, hech narsa yemay, zo'rg'a suv ichib, kundan kunga arriqlashib, juda yomon ahvolga keldi. Va cho'pon so'radi: "Ey Musa, siz qo'chqorga nima dedingiz o'zi? Siz qulog'iga shivirlaganingizdan keyin buni ahvoli yomon bo'lib ketdi. Na bir suv ichadi, na bir ovqat yeydi, na bir boshini ko'taradi. Yurishi ham zo'rg'a. Nima dedingiz?" deganda, "Unda men qo'chqorga har kuni sizlarga aytadigan bir gapni aytdim" dedi. "Nima gap ekan?" deganlarida, "Men uni qulog'iga aytgan gapim shuki, birodar, bir kun vafot etasan, o'lim haq" dedim. Tamom.